Ha, aka mana shu, mana podpiskani shunday bosasiz, xudo xolasa bo'ldi. Hamma videolar kelaveraman. Bo'lamiz aka, haqiqatan tiqilinch bo'lsa ham zo'r bozor ekan. Odam ham ko'p, mol ham ko'p. Assalomu alaykum. Bizani uzoq yaqindan kuzatib turgan, biz uchun qadrli bo'lgan ko'kalarimiz, mana bugun o'sha legendarniy, hammaga mashhur bo'lgan Qashqadaryo viloyati Kitob mol bozoriga yetib kelganmiz. Kitob tumani mol bozoriga. Akalar, bugungi sanamiz 9-yanvar hafta kuniga akalar, juma kuni bo'ladi. Xo'p akalar, bitta like bosib videoni boshidan sizlar bizga poddershka qilib turinglar, xudo xolasa biz sizlar uchun zo'r variantdagi buqalar, undan tashqari bir tanalarga imkon bo'lsa tanalarni ham ko'rsatib ketaveramiz. Akalar, bu bozor asosan buqalari, qoramollari bilan mashhur bo'ladi. Shuning uchun bu videomiz ko'proq qoramollar haqida bo'ladi akalar. Xo'p, bismillah, biz ishimizni boshladik akalar. Haqiqiy masalan mol zo'rini ko'raman degan akalarimiz uchun mana. Aka, qancha bo'ldi bu? 25 million so'm akalar. Bitta like bosib qo'yamiz. Qashqadaryo Kitob tuman mol bozoriga haqiqiy gigant buqalarni mana shuni ko'rsatyapmiz akalar. Xo'p, boshladik akalar, bo'lmasa mana. Ha, bismillah, mana shu yerdan ko'rsataveraylik. Buqalarni qatoridamiz. Xudo xolasa ona bola sigirlarni ham qatoriga o'tamiz. Aka, hormang, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nech pulyapmiz aka buni? 35 million so'm deyilyapti akalar. Mana shunaqa holat buqamiz. Hali buzoq tish buzmagan. Yoshga to'ladi. Hali birga ham to'lmagan akalar. Yanvarning 15 ga xudo xolasa birga kiradigan, bo'ylari keladigan bo'lsa 1.25, 1.30 atrofida chiqadigan gigant buqachalarimizdan xudo xolasa olib boqaman degan akalarimiz uchun mana variant. Bu bittami bu? Yo, izi bormi? Bitta ekan. Nomer qoldiramizmi? Nomer shart emas, xudo xolasa bozor sotiladi. Tushunarli. Akalar, bozor ancha tirband, xudo xolasa ko'rsataveramiz. Kelar mana, ko'rib olaveramiz buqalarimizni. Tamom emas. Bu nech pul ekan endi? Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Qanchaga? Akalar, 27 million so'mga berilmagan, qo'shib so'raganga ketaydigan mana shunaqa buqani zo'r akalar, mana ko'rib olinglar. Bor bo'yi bilan ko'rsatishga harakat qilyapman. Bozor ancha tiqilinch, bitta like bosib qo'yamiz. Aka, buni qancha baho qo'yganmiz? 35 million so'm deyilyapti, 27 ga berilmagan. O'zi bittami aka? Yo, izi bormi? Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, o'zi bitta haqiqiy buqani zo'rini boqqan ekanlar, adashmasam dehqonchilik mol. Mana, shved molchamiz akalar. Like bosib qo'yamiz. Aka, savdoyingizni bersin. Ko'raveramiz bu yog'ini ham. Sekin-sekin mana akalar buqalarni qatorlaridan sekin video qilyapmiz. Xo'sh, akalar, buqani qaranglar. Bo'ylari ham ancha baland bo'lgan, 1.40 atrofidagi buqamiz akalar. Hormang aka, zo'rmisiz? Charchamayapsiz, savdoga baraka aka. Nech pulyapmiz aka buqani? Akalar, 40 million so'm deyilyapti. Bu Angusmi endi, pamoyim. Akalar, Angus deyishyapti. Orqalaridan ham ko'rsatamiz, ancha tiqilinch lekin. Orqalari bilan. Aka, bozor nima qildi endi? Bermadingizmi? Akalar, bozor 35 so'rayapti, berilmagan. Qo'sh so'ragan ketadi. Yomon emas aka. Aka, endi ko'ngildagilar qancha bo'lsa beramiz. Endi baribir shuncha bo'lsa beraman degan bir o'ylab olmayman. Hozircha bozorga qarab. Akalar, xudo xolasa bozorga qarab narx-navosi bo'laveradi. Like bosib qo'yamiz, xudo xolasa. Bittami aka o'zi bormi buni? Ko'p. Nomer qoldiramizmi aka? Nomer shart emas akalar. Xudo xolasa bozor sotiladi. Tamom emas. Akalar, mana buqalarni ko'rib turibmiz. Bir tekis ushlab turishibdi. Aka, bular qanchadan? Hammasi bir kishinikimi? 35 dan akalar, mana 35 million so'm. Oh. Akalar, buqalar 35 million so'mdan baho qo'yilyapti. Xudo xolasa mana aka. Aka, bundan soni nechta? Akalar, mana 3 ta bor ekan hozir. Mollar kirib olsin. Aka, suqrob chorvasida chiqadi. Yomon emas aka, bu 3 tasini endi nech puldan deyapmiz aka? 30 million so'mdan deyilyapti akalar. Bu yo'q, saqlashmon bu ekan. Aka, buni qanchadan deyapmiz? Qoralardan boshlaylik. Akalar, bozor juda tiqilinch, 30 milliondan, hammasi 30 dan. Bozor nima so'rar masalan shu qoramizni? Akalar, qorani o'zini 27-27,5 so'radi. Aka, bularni-chi olalan? 25-24. Aka, endi bari so'rashim kerak bo'lgan ma'lumot, taxminan juvovechka necha kilo qiladi, nima deysiz? 5 kilodan ziyod qiladi. Gapi, menimcha ham shu 600 kiloga yaqin qiladi dedim. Shu 5 kilodan ziyod qiladi deyapsizlar. Akalar, endi biza bozor tiqilinch, mana Jahongir o'zi mana shu yerda qo'lini ko'tarib turishdan boshqa narsa qila olmayapti. Aka, hammasi o'zini yo'li. Izi bor-a buni? Nomerni ayting, bu yerdan qochishim kerak men. 075 90 50 075 89 15. Bemalol telefon qilaveramiz akalar, xudo xolasa izi bor. Manzil Ko'ktal akalar. Mana Kitob mol bozorida sementalni zo'ri chiqqan. Aka, buni semental bunisi Greenfordmi?
Akalar, men sementalga e'tibor beringlar. Haqiqatan bular jivoy vesga juda baland ves qiladigan, boqaman degan akalarga zo'r. Aka buni chiqqanda yoshi? Hali tish buzmagan, 1-2 ga to'lmagan buqachalarimiz. Aka necha oylik endi? 1 yil o'tgan yilgi buzoldi. Aka qancha deyilyapti endi? Ikkalasini. Akalar 68 ga yo'q. Qanchaga beramiz aka? Aka bahoni qancha qo'ydik o'zi? Bunimi? 75 degan. 75. Akalar 68 milliongacha bozor ko'tardi. Aka bermaganlar, xudo xolasa qo'shib so'rayman deganlar. Nomer qoldiramiz. Xudo xolasa akalar bu yerda oddiy paroda emas. Bittasi mana ko'rib turibsizlar, semental, ikkinchisi mana Greenford zo'ri. Zo'r ves qiladigan, xudo xolasa manzillari bilan qo'yib boramiz. Men orqalaridan ko'rinishi, mayli sizlar uchun mana shunaqa tiqilinch, opasniy bozor bo'lsa ham ko'rsatyapman akalar. Bugun mol ko'p. Shundaymi? Akalar nomerni yozib olamiz, 88lik 430 0088. Bemalol telefon qilaveramiz. Izi bor aka buni. Izi bor, xudo xolasa bu sotilsa ham yana bor akalar. Ko'rib olamiz akalar. Haqiqatan tiqilinch bo'lsa ham zo'r bozor ekan. Odam ham ko'p, mol ham ko'p, ko'z tegmasin. Aka bozor qanday bo'lyapti? Bozor bo'ladi aka, mol yaxshi ko'p yomon emas aka. Yaxshi-ya bozor. Joningiz sog' bo'lsin aka. Akalar bu yoqni ko'rsataveramiz mana. Akalar mana ko'ramiz, mana shular savdo bo'lyapti hammasiga. Mana. Bunga savdo bo'lyaptimi aka? Akalar 14,5 million so'm savdo bo'lyapti. Bozor juda tiqilinch bo'lyapti. 18 kami bor ekan akalar mana. Xo'p, yomon emas. Bunisi qancha bu qora? Qora aka 18 kam. Bu ham 18 kam bor ekan. Aka bundan nechta bor? Hammasi sizdanmi? Mana uchalasi. Bunisi qancha aka? Akalar uchalasi ham 18 million so'mdan ekan. Qancha so'radingiz buni? 14 million so'ralibdi. Mana akalar. Mana akamiz o'zlari ham shadi. Gapi, mol ko'p aka mana. Asadbek o'tib. Mana. Asad aka, gapi, mana akalar ko'rib olaveramiz. Hozir 3 tami? Bunda yana bori? Suqrob chorvachi. Suqrob. Ha, suqrob chor. Izi bor aka buni? Joningiz sog'. Bugun chiqaraman xudo xolasa. Akalar bugun video chiqadi. Bo'lmasa nomer qoldiraylik. Qachon chiqar video? 95lik 252 84 80 akalar telefon qilaveramiz. Mana ko'ryapsizlar. Tanachalar zo'rlar kerak bo'lsa telefon qilamiz akalar mana ko'ryapsiz. Aka xudo xolasa ko'proq olamanki dastavkasi ham qilib beraveramiz. Gapi, dastavkalari bilan bo'ladi akalar mana. Bugun chiqaraman xudo xolasa. Xo'p, bularni ham ko'rsataylik. Asadbekdan zo'r yo'q. Gapi akalar mana. Akalar mana bularni ham ko'rsatyapmiz. 3 ta buqa hozir bu yoqda ko'rsatdik, mana bularni ham ko'rsatamiz. Hormaylar, yaxshimisizlar? Barbek, keling 1 minut. Kimdan bu aka? Sizdan nech pul yapsiz aka buni? 15,5 so'ralyapti. O'zingiz qancha baho qo'ygansiz aka? 17 bu. Akalar 17,5 so'm. Ha, 17 million so'm baho qo'yilgan, 15,5 so'ralyapti ekan akalar. Bittami aka sizda hozir? Bitta qancha ketdi aka bittasi? Akalar 15 bu. Mana aka. Ha, aka mana shu mana pappiskani shunday bosasiz, xudo xolasa bo'ldi. Hamma videolar kelaveradi. Qo'ng'iroqcha. Joningiz sog'. Like'larni xudo xolasa bang'illatveramiz. Ha, shunday bo'ldi akalar mana. Xo'p, aka buni ha mana hamma yerda akalar mana ko'rib olaveramiz. Mana, ana aka, joningiz sog' bo'lsin. Akalar bu yoqlarni ham ko'rsataveramiz. Endi Hormay aka, sizdanmi aka bular? Nech puldan deyapmiz aka bular? 27 ga 25. Aka bozor nima qildi kattan? 43 million so'm bir joyga so'raydi. Bir joyga 43 million so'rabdi, berilmagan akalar. Yosh qanday bo'lyapti aka bular? Buzov Ikayam buzov akalar. Xudo xolasa maza qilib mol qilaman, boqaman deydi akalarimiz uchun mana tayyor tanachalarni ko'rsatyapmiz. Aka buni izi bormi-yo'qmi yana? Bu. Qayerni mol aka bular? Mana akalar, xudo xolasa mana izi bor. Nomer qoldiramiz a? Ayting nomerni. 878 878 kodi. 90lik 90lik 878 9126. 9126. Telefon qilaveramiz akalar. Xudo xolasa mana zo'rlari kerak bo'lsa mana tanachalarni hammasini ko'rsatyapmiz. Uyalmang aka, xudo xolasa. Bering mana. Tog'a, so'rang, yaxshi xudo xolasa berib yuboradilar, chiroyli narsa beradilar. O'zi qancha deyapsiz aka? Ha? 15. Qancha so'radingiz? Men 14 so'radim. 1 million endi bering. Ha, nima bo'ladi? 1 million o'zi katta moldan 1 million o'tib beribsiz aka. Nima bo'ladi? Ha. Beradilar. Bering aka, to'g'ri kelsa. Rasmga tushirib mana qarang. Hamma anaqa. Mana. Xudo xolasa mana tog'amiz chaqdalar, xudo xolasa olsalar yaxshi bo'ladi. Mol qilasizda buni. Mana. Boqalar akalar. To'g'ri kelsa bering aka. Bo'lmaydimi?
Xo'p, akalar, ko'ryapmiz, yomon emas. Bu yoqni ko'rsataveramiz. Boyagi bilan akalar mana shunday buqachamizni ikkitasi bir joyga 36,5 bo'pti akalar. 36 ni o'zi. 36 ni o'zi bo'pti akalar, mana ko'rib olaveramiz. Orqalari yaxshi ekan. Bu yoqda ham savdo bo'lyapti. Menga 16 ga boradi mana shu. 16 millionga boradi deb. O'zi qancha so'rayapsiz aka buni? Akalar 15,5 million so'm so'ralyapti molimiz. Xudo xolasa akamiz so'rayaptilar. Qancha deyaptilar aka? Bor o'shanaka. Ha, qiziq. 17 million so'ra baho qo'yilgan ekan mana akalar, ko'ryapmiz, hammasi yomon emas. Sizda bittami hozir? O'shanaka bunday, aka. Akalar o'zi bitta ekan mana. 13 million bo'lsa, Qancha bo'ldi aka bu? 18. 18 million so'm bo'pti akalar, mana ko'raveramiz. Bundan hozir nechta qoldi? 3 ta qoldi mana, hozir bittasini sotdim. 3 ta qoldi, ha? Gapi, 3 ta qoldi, nechta ketdi, bittami? Bitta sotdim. Ha, bitta sotildi. Qancha ketdi aka sotilgan? 21 million so'm shu. 21 million so'm ketibdi akalar, mana ko'ryapmiz. Xudo xolasa aka, bular qanchadan? Bularni 24 dan so'rayapti. Mana 24 so'rayapti. 23,5 qilyapti. Demak, ikkitasi 24, bittasi 23,5 so'ralgan. Bermadingiz? Degam yo'q. Akalar, xudo xolasa qo'shib so'rasa ketadi. Qishloqda moli. O'zingizni. O'zimniki. Akalar, xudo xolasa qishloqning o'zini moli, jaydar moli ekan akamizdan. Olaman degan akalar nomerlar bilan qoldiramiz. Shveta bu. Shvedlarki bular joyda. Mana akalar shvet hammasi shunga hayron qoldim men. Chetlarni qarang, qanaqa bo'ladi. To'la, to'rtburchak, haqiqatdan bir yirik mol olaman degan akalarimiz shu mana. Qaysi kanal? Surob chorvachi aka. Bo'lmasa nomer qoldiramiz. 88lik. 88 015 015 1418. 1418. Telefon qilaveramiz. Davron akamizga xudo xolasa izi bor ekan. Nechta desak topib beraveradilar aka. Mana. O'z qishloqqa bo'lsin. Mana akalar, xudo xolasa qishloqqa borsalaringiz hammasidan bor ekan. Mana Shvitchaga e'tibor beringlar, xudo xolasa egalaridan hamma ma'lumotni olaveramiz. Voy yaxshimisiz? Nech pul deyapmiz endi buni? Mana 33 deyapmiz. Joningiz sog' bo'lsin. 33 million so'm deyilyapti. Bo'ylar akalar ham bo'lsa 1.40 lar chiqadi. 1.40 lar chiqadi. Xudo xolasa kallalarga e'tibor beringlar, qanday gigant. Endi buni bozor nima qildi? 29 so'rayapti. 29. Akalar bozor 29 so'rayapti, bermaganlar. Qancha bo'lsa beramiz endi? Endi bozori biladi buni. Bozorga qarab, ha? Bozoriga qarab. Gap, bozorga qarab. Haqiqatan kitobda mana shunaqa shved mollarning yaxshilari sotiladi. Endi 9-oyga o'tdi. 9-oyga, hali yoshgina. Xudo xolasa 2 yil boqsa bular gigant bo'lib ketadi. Xudo. Gap. Mehnat qiladigani kerak. Ha, shunday qara bir boqadigan odam kerak. Bo'lmasa nomer qoldiramizmi? Bozorda sotamiz, gap. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar, kitob mol bozorida mana ko'rib turibmiz. Zo'r shvedlar chiqqan, bemalol kelib olaversalaringiz bo'ladi akalar. Buqaga e'tibor beringlar, qanaqa gigant. Holati zo'r bo'lgan buqachamiz. Endi akalar mana shu ma'lumotlarni egalarini olaveramiz. Buni yoniga ham boshqa odam qo'rqadi. Hormang aka, yaxshimiz? Charchamayapsiz. Nech pul deyapsiz aka bu? Oho, sal qoldi. 40 million so'm deyilyapti. Aka, bozor nima so'radi? 34 million so'rabdi akalar bozor. Qanchaga beramiz aka buni? 34 ga bermadingiz. 35 ga akalar ketadi xudo xolasa, men ko'rib olaveramiz. Oho, buni yoniga turisham apasini. Akalar, xudo xolasa men ko'ryapmiz, kitob mol bozoridagi narx-navolar bilan sizlarga tanishtirib o'tib ketyapmiz akalar. Obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin, like bosib qo'yaveramiz akalar mana. Ela semental buqamiz chiqqan, mana ko'ringlar, haqiqatan bo'ylari ham zo'r ekan. Endi buni olib boqaydigan bir mard kerak akalar. Akamiz sotyaptilar, orqalari ham to'rtburchak to'lib boshlabdi o'zi. Aka, bu endi necha oylik? Yoshiga endi to'ldi bu. Yoshiga endi 2ga kiribdi akalar. Bo'ylari ham zo'r. Yo'q hali. Ha, birga endi kirdi. Tish buzmagan, uzr adashdim. Akalar, bo'ylari ham ki o'zi 1.40 lar chiqadimi aka? 1.40 shu atrofida. Suyagi yirik, haqiqatan suyagi buzuq mol deydi, ana shunday mol sementalimiz. Aka, buni endi narxini qancha deyapmiz? 40 million deyapman, bozor 31 million so'm so'rayapti. Ha, bozor 31 qildi. Akalar, bozor 31 qilgan, qo'shib so'raganga xudo xolasa ketsa kerak. Aka, endi ko'ngil qancha? Qo'shganga. Yurayda chiqsa beqolasiz. Ha, gap yo'q aka, joningiz sog' bo'lsin. Aka, buni izi bormi yo'qmi? Bor izi. Joningiz sog' bo'lsin. Nomer qoldiraylik bo'lmasa aka? 90lik 90lik 607 607 2183. 2183. Telefon qilaveramiz akalar. Xudo xolasa izi bor ekan, maza qilib buqani zo'rni boqaman desalaringiz mana akalar, ko'rib olaveramiz.